Trend yo'liga kirganimizda mana shunday ochiladi. Pastda hisobim bor. Bu yerda sozlamalar, buyurtmalaringizni kuzatishingiz mumkin. Mana bu yerda bo'lsa tovarlarni kategoriyasi bo'yicha ajratib qo'yilgan. O'zingizga kerakli kategoriyaga kirib, o'zingizga yoqqan mahsulot tanlab buyurtma berishingiz mumkin. Erkak, chujuk, ev, mobil, supermarket, kosmetik, soat, aksessuarlar va hokazo istagan narsangiz bor. Rasm belgisiga bosamiz va telefonimizdagi bor rasmni qo'yamiz va trend yo'li qidirib topib beradi. Topilgan tovarlar ichidan o'zingizga ma'qul bo'lsa tanlab sotib olaverasiz. Mana barchasi oson. Rasmni joylang va toping. Qo'lingizdagi tayyor mahsulotni ham rasmga olib qidirtirsangiz bo'ldi. Mana ko'rib turganingizdek topib berdi. Ichida bizga ma'qul bo'lsa tanlab buyurtma beraveramiz. Shaxsiy kabinetga kirib karta qo'sha olmaysiz. Faqatgina tovar sotib olayotganda karta ma'lumotlarini kirgizasiz. Ana shu karta so'ngra saqlanib qoladi.